savol berishdi, o'g'lim PUBG ko'p o'ynayapti. Shuni qanday qilsam bo'ladi? Qanday qilib shu PUBG dan qutqarsam bo'ladi? Men aytdim, PUBG dan qutqara olmaysiz. Chunki o'z kichkinaligingizda dagadek o'ynaganmisiz? Sizga ham dagadek o'ynashmang deganmi? Lekin baribir o'ynaganmiz, to'g'rimi? Bugunda dagadagasi o'sha PUBG bo'ladi. Qo'yish kerak, ozgina o'ynasin. Boshqa qilsin, yayrasin. Joniga tegadi, bir joygacha, bir joygacha. U keyin to'xtaydi. Bugun kim o'ynaydi? Kompyuter o'yinini va Mortal Kombat'larni yotib o'ynayotganlar hozir ham bormi? Yo'q, hech kim o'ynamaydi. Lekin yoshlikda hamma o'ynagan u Segalarni, to'g'rimi? Bormi o'ynamagan? Bugundikidir o'sha. Biz kichkinaligimizda qanday dagadaga o'ynagan bo'lsak, ular bugun o'shani o'ynayapti. Bir kun u ham joniga tegadi. Biz ham hozir iltimos qilsam dagadaga o'ynamaymiz.